Mana nima uchun Real Madridni barcha birdek yaxshi ko'radi? Real Madridning klubidan tortib futbolchilarigacha like bosib obuna bo'lib qo'ying, batafsil gaplashamiz. Real Madrid klubining o'zi va futbolchilari doimiy xayr ishlarini amalga oshiradi va ularning fondlari ham bor. Keling, men sizga Mbappe haqida bir ajoyib ma'lumotni aytib beraman. Mbappe 19 yoshida jahon chempioni bo'lgan. Bilsangiz, milliy terma jamoalarda har bir futbolchiga pul mablag'lari beriladi. Ya'ni o'quv yig'im mashg'ulotlarida va chempionlik uchun juda ham ko'p miqdorda pul berilgan. Siz aytishingiz mumkin, futbolchi uchun bu arzimagan pullar bo'lishi mumkin deb, lekin PSG va Real Madriddan kattagina summalarda kontrakt kelishidan oldin ham bu ishlarni Mbappe qilib yurgan. 19 yoshida Fransiya bilan jahon chempioni bo'lgan Mbappe Fransiya terma jamoasidan naqd 400 ming yevro mukofot pulni oladi va ulardan hattoki 1 yevrosini ham ishlatmasdan xayriya tashkilotlariga ehson qiladi. Mbappe bu ishni doimiy ravishda qilib kelmoqda va o'zining ham xayriya tashkiloti bor. Faqat bu ishlarni Mbappening o'zi, balki Real Madrid jamoasi ham xayriya fondi va xayriya tashkilotlarini o'tkazadi. Mana nima uchun Real Madridni barcha birdek yaxshi ko'rishini bilib oldingiz. Do'stlar, bugun 1-avgust va Real Madrid Fiorentinaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi va bu o'yinga 30 mingta bilet sotilgan. Bu o'yinni hech qaysi o'zbek telekanallari olib bermaydi va bu o'yinni bizni sahifamiz biosidagi Telegram kanalidan jonli efirda hech qanday qochishlarsiz 100% efir bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hoziroq sahifamiz biosidagi Telegram kanaliga ulanib oling va Real Madridning o'yinlaridan bahra oling.